Charchamayapsizmi? Tuzimisiz? Ishlaringiz bor. Alloh ishingiz qanaqasi? Ishdan bitirib Choyingiz yaxshimi? yasoqman. Aka qarang, charchamang. Ishlar omad. Sog' bo'linglar. Men yarim soat ko'cha turib so'yib ketdim. Sizlarni endi tushunsam bo'ladi lekin. Charchamanglar. Tushuring yoki tushuring. Sizlarga shunaqa so'yib turibsizlar. Assalomu do'stlar. Mana hozir soat kechqurun 2 bo'ldi. Ko'cha juda ham sovuq. Assalomu alaykum. Sizga kattadan rahmat. Rahmat olsun. Xizmatlar o'zi shu yerdamiz. Rahmat. Charchamaylar, ishlaringizga omad. Sog' bo'linglar. Bu odamga приятный bo'ladi-da bu narsa. Shirin so'z, ozgina ko'nglingiz yaxshimi, yaxshi o'tiribsizlarmi, sovuq qolmadinglarmi degan gap odamni ko'nglini oladi-da. Xudo xolasa inshaalloh bundan ham katta yutuqlarga erishamiz. Inshaalloh bundan ham katta martabadagi yutuqlarga chiqamiz, xudo xolasa. Faqat podдержкаlar bilan biz shunaqa yutuqlarga chiqamiz. To'g'ri, ozgina tanaffus e'lon qildik, lekin bu tanaffuslar ko'pga cho'zilmaydi. Xudo xolasa yaqinda yangi proyekt kutinglar. Hammani yaxshi ko'raman. Sizlar Qayumov, Doniyor